Bugun men sizga 3 avgustgacha e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan juda muhim masalalarni tushuntirib beraman. Cashback, pensiya, kommunal to'lovlar. Bu 3 ta mavzu alohida ko'ringani bilan aslida hammasi odamning cho'ntagiga, oilaviy byudjetiga va keyingi oylardagi xarajatlarga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz cheklaringiz bo'yicha cashback olsangiz, pensiya yoki nafaqa oladigan yaqinlaringiz bo'lsa, yoki uy-joyingiz uchun elektr, gaz, suv, chiqindi va issiqlik to'lovlarini amalga oshirsangiz, bu ma'lumot sizga albatta kerak bo'ladi. Men hozir hammasini oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. 30 avgustgacha nimalarni tekshirish kerak? Qaysi xatolar sabab pulingiz qaytmay qolishi mumkin? Pensiya bo'yicha kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Kommunal qarzlarda qanday nozik joylar bor? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim odamlar bitta kichkina tugmani bosmagani, bitta chekni ro'yxatdan o'tkazmagani yoki bitta hisobni tekshirmagani uchun real puldan ayrilib qoladi. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odamlarga kerak bo'ladigan amaliy va aniq ma'lumotlarni berib boraman. Avvalo, vaziyatni tushunib olaylik. Oldin ko'pchilik odamlar xarid qilardi, chek olardi yoki umuman chek so'ramasdi. Do'kondan chiqqandan keyin esa shu chek oddiy qog'oz bo'lib qolardi. Kommunal to'lovlarda ham xuddi shunday. Odam pul to'laganini biladi, lekin hisob raqamida to'lov o'tganmi, qarz yopilganmi, penya yozilmayaptimi? Subsidiyalar yoki imtiyozlar to'g'ri hisoblanganmi? Bularni kamdan kam tekshirardi. Pensiya masalasida ham ko'pchilik faqat karta yoki naqd pul tushishini kutadi. Ammo ma'lumotlar yangilanganmi? Bank kartasi amal qiladimi? Yashash manzili va telefon raqami to'g'rimi? Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Bularni vaqtida ko'rmaydi. Hozir esa ko'p jarayonlar raqamlashtirilmoqda. Bir tomondan bu qulay. Chekni ilova orqali ro'yxatdan o'tkazasiz. Cashback qaytadi. Kommunal to'lovlarni telefon orqali ko'rasiz. Pensiya tushumini kartadan nazorat qilasiz. Lekin ikkinchi tomondan javobgarlik ham ko'proq odamning o'ziga tushmoqda. Chunki tizimga noto'g'ri ma'lumot kiritilsa, chek muddati o'tib ketsa, karta bloklangan bo'lsa, kommunal hisob raqami boshqa manzilga bog'langan bo'lsa, siz buni vaqtida ko'rmasangiz, keyin tuzatish ancha qiyin bo'ladi. Avgust sanasini men shuning uchun muhim deb aytyapman. Oy yakuniga yaqin va ayrim to'lovlar, arizalar, tekshiruvlar, hisob-kitoblar bo'yicha oxirgi muddatga yaqinlashiladi. Ayniqsa avgust oyida ko'pchilik ta'til, safar, bolalarning maktabga tayyorgarligi, bozor ochar, kiyim-kechak, daftar-kitob xarajatlari bilan band bo'ladi. Natijada cheklarni ro'yxatdan o'tkazish, kommunal qarzni ko'rish, pensiya kartasini tekshirish kabi ishlar orqaga suriladi. Men ekspert sifatida shuni ko'p ko'raman. Odam muammo chiqqandan keyin yuguradi, lekin oldindan 10 daqiqa ajratganda muammo umuman bo'lmasdi. Keling, birinchi masala cashback. Cashback deganda odam xarid qilgandan keyin ma'lum foiz pul qaytishini tushunadi. Bu kichkina puldek ko'rinishi mumkin. Lekin oilada doimiy xaridlar ko'p bo'lsa, oy oxirida sezilarli summa yig'iladi. Masalan, siz oy davomida oziq-ovqat, kiyim-kechak, dorixona, maishiy texnika, bolalar uchun o'quv qurollari, xo'jalik mollari uchun jami 3 million so'm sarfladingiz deylik. Agar shu xaridlarning bir qismi cashback tizimiga tushsa, qaytadigan pul o'tirming, exirming, ba'zan undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Kimdir bu juda kam deydi. Lekin men buni boshqacha ko'raman. 1000 so'm bu bir haftalik non puli, telefon aloqasi to'lovi, bolaga daftar qalam yoki kommunalning bir qismi bo'lishi mumkin. Eng katta xato shuki, odamlar chekni oladi, lekin uni vaqtida ro'yxatdan o'tkazmaydi. Ayrim cheklarning muddati bo'ladi. Agar siz bugun xarid qilib, chekni bir necha hafta sumkada olib yursangiz, keyin ilovaga kiritmoqchi bo'lganingizda tizim qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun men har doim bitta oddiy qoidani tavsiya qilaman. Xarid qilgan kuniyoq chekni tekshiring. Do'kondan chiqishingiz bilan emas, hech bo'lmasa kechqurun uyga borganda. Chekda QR kod bormi, fiskal belgi bormi? Sana va summa to'g'rimi? Do'kon nomi chiqyaptimi? Bularni ko'rish kerak. Masalan, Dilshod ismli kishi avgust oyida maktab bozori uchun 1 million 200 ming so'mlik kiyim-kechak va o'quv qurollari oldi. U barcha do'konlardan chek oldi. Lekin cheklarni mashinada qoldirib qo'ydi. Oradan 12 kun o'tdi. Ayrim cheklarning yozuvi xiralashdi. Bittasining QR kodi yaxshi o'qilmay qoldi. Natijada u 20 million 200 ming so'mlik xaridning faqat 500 ming so'mlik qismini ro'yxatdan o'tkaza oldi. Qolganidan cashback olmadi. Endi savol, u pulni kim yo'qotdi? Do'kon emas, tizim emas, o'zi yo'qotdi. Sababi vaqtida tekshirmadi. Yana bir misol.
Mohira opa dorixonadan oyga 600 ming so'mlik dori oladi. U pensiya yoshidagi onasiga qaraydi. Dorixonada chek berishadi, lekin Mohira opa mayli kerak emas deb chiqib ketadi. Bir oyda 600 ming, 3 oyda 1 million 800 ming so'm. Agar bu xaridlardan cashback olish imkoniyati bo'lsa, u har oy kichik bo'lsa ham pul qaytarib olishi mumkin edi. Ayniqsa dori darmon xarajatlari doimiy bo'lgan oilalarda chek so'rash va saqlash juda muhim. Kimlar cashback bo'yicha albatta xavotirlanishi kerak. Birinchidan ko'p xarid qiladigan oilalar, farzandlari maktabga boradiganlar, yangi mavsumga kiyim-kechak oladiganlar, uy ta'mir qilayotganlar, maishiy texnik sotib olayotganlar. Ikkinchidan pensionerga qarayotgan oilalar, chunki dorixona, oziq-ovqat, tibbiy xizmatlar bo'yicha xarajatlar ko'p bo'ladi. Uchinchidan kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan, lekin shaxsiy xaridlarni ham ko'p qiladigan odamlar. Ular har bir chekni alohida nazorat qilishi kerak. Kimlar unchalik xavotirlanmasligi mumkin? Agar siz oy davomida juda kam xarid qilsangiz, barcha to'lovlarni naqd bo'lmagan usulda va aniq nazorat bilan amalga oshirsangiz, cheklarni darhol ro'yxatdan o'tkazib kelayotgan bo'lsangiz, unda katta muammo yo'q. Lekin baribir 3 avgustgacha bir marta ilovaga kirib, cheklaringiz holatini tekshiring. Tasdiqlandimi, ko'rib chiqilmoqdami, rad etildimi, cashback summasi qayerga tushadi, karta bog'langanmi? Shularni ko'rish kerak. Endi pensiyaga o'tamiz. Pensiya mavzusi juda nozik. Chunki bu ko'pincha odamning asosiy daromadi. Pensiya kechiksa, karta ishlamasa, ishonchnoma muddati tugasa yoki ma'lumotlarda xato bo'lsa, pensionerning dorisi oziq-ovqati. Kommunal to'lov muammoga aylanadi. Pensiya bo'yicha 30 avgustgacha nimani tekshirish kerak? Birinchi navbatda karta amal qilish muddatini ko'ring. Ko'pchilik karta yuzasida yozilgan oy va yilga e'tibor bermaydi. Masalan, karta 1824 deb tursa, bu karta avgust oxirigacha amal qilishi mumkin. Lekin bank qoidalariga qarab to'lovlarda muammo chiqishi ehtimoli bor. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, bank oldindan murojaat qiling. Pensiya tushishi kerak edi, lekin karta ishlamayapti degan holatni kutmang. Ikkinchi masala telefon raqami. Hozir ko'p bank xabarnomalari, tasdiqlash kodlari, ilova kirishlari telefon raqamiga bog'langan. Agar pensionerning eski raqami ishlamasa yoki raqam farzandining nomida bo'lib o'zgargan bo'lsa, keyin pul tushganini ko'rish, kartani boshqarish, bank bilan bog'lanish qiyinlashadi. Men ko'p marta shunday holatni ko'rganman. Pensioner kartasi bor, pul ham tushgan, lekin SMS boshqa raqamga ketadi, ilovaga kirish imkoni yo'q, bankda esa qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Uchinchi masala ishonchnoma. Agar pensiyani pensionerning o'zi emas, farzandi, turmush o'rtog'i yoki boshqa yaqin qarindoshi olib yursa, ishonchnoma muddati albatta tekshirilishi kerak. Muddati tugagan ishonchnoma bilan bank yoki mas'ul tashkilot pul berishni rad etishi mumkin. Odamlar ko'pincha oldin berishardi-ku deb hayron bo'ladi. Lekin hujjat muddati tugagan bo'lsa, xodimning qo'lidan hech narsa kelmasligi mumkin. Shuning uchun 30 avgustgacha hujjat papkasini ochib, ishonchnoma sanasini tekshiring. 4-masala pensiya miqdori. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olsangiz, har oy tushgan summani taxminan bo'lsa ham yozib boring. Masalan, iyunda 1 million 200 ming so'm tushdi. Iyulda 1 million 200 ming. Avgustda esa 1 million 1 ming tushdi. Nega kamaydi? Balki qarzdorlik ushlab qo'lingandir, balki bank komissiyasi bo'lgandir, balki boshqa hisob-kitob bor. Buni bilish uchun darhol aniqlashtirish kerak. Ko'pchilik 3-4 oy o'tgandan keyin nega kam tushyapti deb so'raydi. U paytda har bir oy bo'yicha izlash qiyinlashadi. Endi kommunal masalaga o'tamiz. Elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovlari, bularni ham 30 avgustgacha tekshirish kerak. Nega? Chunki yozdan kuzga o'tish davrida kommunal xarajatlar tuzilishi o'zgaradi. Bolalar uyda ko'proq bo'lgan bo'lishi mumkin, konditsioner ishlagan bo'lishi mumkin, suv sarfi ko'paygan bo'lishi mumkin. Kuz yaqinlashganda gaz va elektr masalasiga e'tibor yanada oshadi. Birinchi navbatda hisoblagich ko'rsatkichlarini tekshiring. Masalan, elektr hisoblagichingizda 1.500 kilovat ko'rsatmoqda, lekin ilovada yoki kvitansiyada 1.800 deb tursa, farq bor. Bu farq keyin qarz yoki ortiqcha to'lov sifatida chiqishi mumkin. Gazda ham xuddi shunday. Suv hisoblagichini oyma-oy yozib bormasangiz, bir kuni katta farq paydo bo'ladi. Ayniqsa xonadonda hech kim yashamasa ham minimal to'lovlar, xizmat haqlari yoki avvalgi qarzlar chiqishi mumkin. Ikkinchi masala. To'lov noto'g'ri hisob raqamiga ketishi. Bu juda ko'p uchraydi.
Odam telefon ilovasida eski manzilni saqlab qo'ygan bo'ladi yoki qarindoshining hisob raqamiga to'lov qilib yuboradi. Keyin o'z uyida qarz paydo bo'ladi. Masalan, siz 300 ming so'm elektr uchun to'ladingiz, lekin noto'g'ri shaxsiy hisobga ketdi. Siz men to'ladim deb yuraverasiz. Tizim esa sizni qarzdor deb ko'rsatadi. Keyin ogohlantirish keladi. Ayrim holatlarda xizmat cheklanishi ham mumkin. Shuning uchun to'lovdan oldin manzil, shaxsiy hisob raqami, abonent nomi va summa mosligini tekshirish shart. 3-masala penya va qarzdorlik. Agar kommunal qarzni uzoq vaqt yopmasangiz, ayrim xizmatlar bo'yicha penya yoki qo'shimcha xarajatlar hisoblanishi mumkin. Odamlar ko'pincha asosiy qarzni ko'radi, lekin penya alohida turganini sezmaydi. Masalan, asosiy qarz 200 ming so'm, penya 15 ming so'm. Odam 200 ming to'laydi va qarzim yopildi deb o'ylaydi, lekin tizimda 15 ming qoladi. Keyingi oy yana ustiga qo'shiladi. Shu sababli to'lov qilayotganda umumiy qarz va asosiy qarz degan farqni tushunish kerak. 4-masala kommunal bo'yicha imtiyozlar va subsidiyalar. Ayrim oilalarda nogironligi bo'lgan shaxslar kam ta'minlangan oila a'zolari, yolg'iz pensionerlar bo'lishi mumkin. Bunday holatda turli imtiyozlar yoki yordam mexanizmlari bo'lishi ehtimoli bor. Lekin imtiyoz avtomatik qo'llanmayotgan bo'lsa, hujjatlarni yangilash, ariza berish yoki mahalla tuman mas'ul tashkilotlariga murojaat qilish kerak bo'ladi. Menga imtiyoz bor edi, nega hisoblanmadi degan savolga javob ko'pincha bitta. Ma'lumot yangilanmagan yoki hujjat muddati tugagan. Endi eng muhim joyga keldik. Istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik shartlar. Birinchi nozik shart, hamma chek ham cashback bermasligi mumkin. Odam chek oldim, demak pul qaytadi deb o'ylaydi. Lekin ayrim tovarlar, ayrim xizmatlar, ayrim savdo nuqtalari yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan chek bo'yicha cashback chiqmasligi mumkin. Chek haqiqiy fiskal chek bo'lishi kerak. Oddiy qog'oz buyurtma varaqasi, terminal slipi yoki sotuvchi yozib bergan qo'lda yozilgan kvitansiya har doim ham yetarli bo'lmaydi. Ikkinchi nozik jihat, chekdagi summa bilan real to'lov mos kelishi. Ba'zan do'kon sizga terminal slipini beradi, lekin fiskal chek bermaydi. Terminal slipi siz kartadan pul yechilganini ko'rsatadi, lekin soliq tizimiga xarid rasmiy tushganini anglatmasligi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, terminal cheki emas, fiskal chek bering deb so'rashdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. 3-nozik jihat, qaytarilgan tovarlar. Agar siz tovarni qaytarib bergan bo'lsangiz, shu xarid bo'yicha cashback bekor qilinishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, takvisot 1000 so'mlik poyabzal oldingiz, chekni ro'yxatdan o'tkazdingiz, keyin poyabzal o'lchami to'g'ri kelmagani uchun qaytardingiz. Bu holatda tizim cashbackni ushlab qolishi mumkin. Bu normal holat, chunki real xarid yakuniy bo'lmagan. Pensiya bo'yicha nozik jihatlardan biri pensionerning tiriklik holatini tasdiqlash yoki ma'lumotlarni yangilash talab qilinadigan vaziyatlar. Ayniqsa uzoq muddat boshqa hududda yashayotgan, chet elda bo'lgan, manzilini o'zgartirgan yoki pensiyani vakil orqali olayotgan odamlarda qo'shimcha tekshiruvlar bo'lishi mumkin. Agar pensiya birdan to'xtasa yoki kechiksa, vahima qilmang, lekin cho'zib ham yubormang. Avval bankdan tushum bor yo'qligini aniqlang, keyin pensiya jamg'armasi yoki tegishli bo'limga murojaat qiling. Yana bir nozik jihat, qarzdorlik sabab ushlab qolishlar. Ba'zi odamlar aliment, kredit, ijro hujjatlari yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkinligini unutadi. Pensiya yoki nafaqa to'liq tushmagan bo'lsa, bu har doim ham xato degani emas. Lekin qaysi asosda ushlab qolinganini bilish kerak. Buning uchun bank ko'chirmasi va tegishli tashkilotdan ma'lumot so'raladi. Kommunal bo'yicha eng ko'p uchraydigan nozik jihat hisoblagich ko'rsatkichini noto'g'ri kiritish. Masalan, sov hisoblagichida 1000 mil ichko'ch 5 turibdi. Siz ilovaga 1300 o'rniga 304 hid kiritib yubordingiz. Tizim buni katta sarf sifatida qabul qilishi mumkin. Keyin qayta hisob kitob qilish uchun ariza, rast dalolatnoma talab qilinadi. Shuning uchun hisoblagich ko'rsatkichini kiritayotganda shoshilmang. Nol raqamlarni e'tiborsiz qoldirmang, rasmga olib qo'ying. Yana bir xavf, ijarada yashaydiganlar. Agar siz ijarachi bo'lsangiz, kommunal qarz kimning zimmasida ekani oldindan aniqlang. Uy egasi hammasi joyida deydi, lekin ilovada eski qarz chiqishi mumkin. Yoki aksincha ijarachi to'lov qilmay ketadi, uy egasi esa keyin katta qarz bilan qoladi. Men tavsiya qilaman, har oy to'lovdan keyin chekni uy egasiga yoki ijarachiga yuboring, hisob raqamini birgalikda tekshiring. Og'zaki kelishuv yetarli emas. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, bugunoq barcha cheklaringizni yig'ing.
sumka, mashina, oshxona stoli, hujjat papkasi, telefon galereyasi, qayerda bo'lsa ham toping. Har bir chekni ko'ring. Sana, summa, QR kod, do'kon nomi. Agar cashback ilovasidan foydalansangiz, cheklarni ro'yxatdan o'tkazing. Rad etilgan cheklar bo'lsa, sababini o'qing. Agar QR kod o'qilmasa, chekdagi fiskal ma'lumotlar orqali qo'lda kiritish imkoniyati bor yo'qligini tekshiring. Ikkinchi qadam. Cashback tushadigan kartani tekshiring. Karta faolmi, muddati o'tmaganmi, telefon raqami to'g'rimi, bank ilovasiga kira olyapsizmi? Agar karta bloklangan bo'lsa yoki muddati tugagan bo'lsa, cashback hisoblangan taqdirda ham puldan foydalanishda muammo bo'ladi. Bankka murojaat qiling. Kerak bo'lsa kartani almashtiring. Uchinchi qadam. Pensiya oladigan yaqinlaringiz ro'yxatini ko'zdan kechiring. Ota-onangiz, buvingіз, bobongiz, nogironligi bo'lgan qarindoshingiz bo'lsa, ulardan pul tushdimi deb so'rashning o'zi yetmaydi. Kartani ko'ring, amal qilish muddatini tekshiring, oxirgi 3 oy tushumini solishtiring. Agar bir oyda summa keskin farq qilsa, sababini aniqlang. Bankdan ko'chirma oling yoki mobil ilovadan tushum tarixini ko'ring. 4-qadam. Ishonchnoma hujjatlarini tekshiring. Agar pensiyani boshqa odam olib yursa, ishonchnoma muddati tugamagan bo'lishi kerak. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanganmi? Yashash manzili o'zgarganmi? Telefon raqami ishlayaptimi? Bularning hammasi muhim. Hujjatlar ichida eski karta, eski raqam, eski manzil bo'lsa, tegishli joyga murojaat qilib yangilating. 5-qadam. Kommunal bo'yicha har bir xizmatni alohida tekshiring. Elektr uchun alohida, gaz uchun alohida, sovuq suv, issiq suv, chiqindi isitish, boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat uchun alohida. Bitta xizmatni to'lab, boshqalarini unutib qo'ymang. Ilovada umumiy manzilingiz to'g'ri chiqyaptimi? Abonent nomi mosmi? Shaxsiy hisob raqami to'g'rimi? Qarz yoki ortiqcha to'lov bormi? Bularni ko'ring. 6-qadam. Hisoblagichlarni rasmga oling. Elektr, gaz, suv hisoblagichlarining ko'rsatkichini bugungi sana bilan rasmga tushiring. Telefoningizda alohida papka oching. Masalan, kommunal avgust deb nomlang. Bu keyin nizo chiqsa, sizda dalil bo'ladi. Agar ilovaga ko'rsatkich kiritish kerak bo'lsa, rasmga qarab aniq kiriting. 7-qadam. Agar qarz chiqsa, darhol aniqlang, keyin ko'raman demang. Qarz qayerdan paydo bo'lganini biling. Eski davrdanmi, noto'g'ri ko'rsatkichdanmi? Penya qo'shilganmi, to'lov noto'g'ri hisobga ketganmi? Agar to'lov qilgan bo'lsangiz, chekni toping. To'lov kvitansiyasi, bank ilovasidagi chek, SMS xabar, bularning hammasi dalil bo'la oladi. Zarur bo'lsa, kommunal tashkilotga ariza bilan murojaat qiling. 8-qadam. Ariza yozishda aniq yozing. Menga qarzni olib tashlab bering deb umumiy yozmang. Masalan, men falon sana, falon summa to'lovni falon shaxsiy hisob raqamiga amalga oshirganman. Ilovada qarz saqlanib qolgan. To'lovni tekshirib, hisobimga kiritib berishingizni so'rayman deb yozing. Arizaga chek nusxasini, pasport yoki ID ma'lumotini, abonent raqamini, telefon raqamini qo'shing. Agar hisoblash bo'yicha xato bo'lsa, falon sanada hisoblash ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan, hozirgi real ko'rsatkich falon. Qayta hisob kitob qilishingizni so'rayman deb yozing va rasm ilova qiling. 9-qadam. Keksa odamlarni yolg'iz qoldirmang. Bu juda muhim. Pensionerlar ko'pincha bank ilovasi, SMS, QR kod, cashback, kommunal shaxsiy hisob raqami kabi narsalarda qiynaladi. Farzandlar esa o'zi biladi deb o'ylaydi. Menimcha har bir oila o'yga kamida bir marta ota-onasining pensiya kartasi, kommunal to'lovlari va dori xarajatlarini tekshirishi kerak. Bu nazorat emas, bu yordam. 10-qadam. 3 avgustgacha kichik oilaviy moliyaviy tekshiruv qiling. Bir varaq qog'oz oling yoki telefoningizda jadval oching. Unga 3 ta ustun yozing. Cashback, pensiya, kommunal, cashback ustuniga ro'yxatdan o'tmagan cheklarni, kutilayotgan summani yozing. Pensiya ustuniga karta muddati, tushum sanasi. Summa yozilsin. Kommunal ustuniga elektr, gaz, suv, chiqindi bo'yicha qarz yoki ortiqcha to'lov yozilsin. Shunda siz vaziyatni boshqarasiz, vaziyat sizni boshqarmaydi. Xulosa qilib aytaman. 3 avgustgacha eng muhim ish pulingizni nazorat qilish. Cashback bo'yicha cheklarni yo'qotmang va vaqtida ro'yxatdan o'tkazing. Pensiya bo'yicha karta, telefon raqami, ishonchnoma va tushum summasini tekshiring. Kommunal bo'yicha hisob raqami, qarz, penya va hisoblagich ko'rsatkichlarini albatta ko'rib chiqing. Bu ishlarning har biri 5-10 daqiqa vaqt oladi. Lekin vaqtida qilinmasa, keyin bank, kommunal idora, mahalla yoki boshqa tashkilotlar orasida bir necha kun yugurishga to'g'ri kelishi mumkin. Men sizga shuni maslahat beraman. Videoni ko'rib bo'lgach, darhol telefoningizni oling va avval kommunal hisoblaringizni tekshiring.
Keyin cheklaringizni ro'yxatdan o'tkazing. So'ng pensioner yaqinlaringizga qo'ng'iroq qilib, kartasi va pensiyasi bo'yicha holatni so'rang. Agar sizda bu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi masalada muammo bor? Cashbackmi? Pensiyami yoki kommunal to'lovmi? Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarga alohida javob beraman. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa ota-onasi pensiya oladigan, kommunal qarzlardan xavotirda yurgan yoki cashbackdan foydalanadigan odamlarga bu video kerak bo'ladi. Izohlarda yozing. Siz 30 avgustgacha qaysi masalani birinchi tekshirasiz? Cashback cheklarinimi, pensiya kartasinimi yoki kommunal qarzlarinimi?